Ofisda hech kim yo'qligidan foydalanib qolay akalar. Sekin qo'y eshitilmasin. Qantoli. Kamera yo'qmikan ish qilib, yo'q ekan u. Ko'proq olaver. Uzbekman u. Kabyoger. Onte? Mana 3 ta go'zallarni hozir akalar Texasdan Agayoga haydab boramiz. Masofa 1002 mil ko'rsatyapti, ya'ni 1600 kilometr. 1600 kilometr haydab borganimizcha akalar ko'tlarimiz 4 burchak bo'lib ketadi. Mana ayol texnik ekan, ya'ni traktor kamchiliklari, problemalari bo'lsa, ayol tuzatadi ekan, tasavvur qilinglar. Keyin yana bitta narsa, Amerikada trak haydagandan keyin O'zbekistonga borib agar Toshkent Andijon qilib taksistlik qilaman desanglar, ishni yuboraversanglar bo'ladi. Bari chunki uyqusiz tunlar haftalab uxlamaysizlar, kerak bo'lsa bir haftada 10,000 kilometrgacha yurasizlar. Manzilsiz yo'llar, yo'llarimdan adashtirding, manzilsiz yo'llar. Meni kimlarga sen alishding? Tilla kishi bor ekan degan ko't. Texasga 4 kishi bo'lib keldik akalar. Kim birinchi borish o'ynaymiz? Birinchi borganga yutuq sovrini bor. Bu qo'ltiqda junni olgani britva. Ata kistimimni ko'rsatyapman, baquvvatligim bilinsin deb sizlarga. Pimunyanga.